klonga aylanadimi? To'g'risini aytsam do'stlar, Darknetni bunaqa ko'p qism bo'ladi deb o'ylamagandim. Lekin 5-qism va 5-qismda biz Gambitga da'vo qidiramiz. Okey, maqsadinglarga yetinglar jigarlar. Men normal insonman. Bolalar esingizda bo'lsa, biz bundan oldin Goblinning oldiga bordik. To'g'ri Maqsud? Da. Goblin bizga nima dedi? Ani o'yinchoq dedi, shu o'yinchoqni ichi dedi, nimadir dedi. Da, o'sha o'yinchoq ichida bizga kerak narsa chiqargan va o'sha narsa yordamida biz Gambitni klonlikdan qutqarar ekanmiz. Va to'g'risini aytsam, nima bo'lganini bilmayman, shuning uchun ham o'yinchoq chemodanchida bo'lish kerak. Yomg'ir yog'yapti, shuning uchun ham tezroq uyga kirib chemodanchini ochamiz. Let's go. Va do'stlar, mana o'sha chemodan va biz hozir hamma o'zimizga berayotgan savolga javob topamiz. Lekin bundan oldin do'stlar, iltimos sizlardan hoziroq like bosing va Omonxon YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Chunki bilasizlarmi nimaga? Sizlar har soat Darknet chiqqandan keyin keyingi qismni to'xtovsiz so'rasizlar. Ishoninglar, bu menga qiyin. Chunki men har bitta Darknet videosini olish uchun biz dacharinga olamiz va yana ko'plab xarajat qilamiz. Va bilinglar, YouTube bizga juda mayda pul to'laydi. Ya'ni biz bu pul bilan hattoki bir oy topgan pulimiz bilan bittagina videomizni ham qoplolmaymiz. Ya'ni hamma pulni biz o'zimiz boshqalardan olib kelib shu videolarni sizlar ko'rib qolamiz. Va shuning uchun ham bizani agar sizlar like bilan qo'llab-quvvatlamasanglar, bizda motivatsiya o'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hozir like bosinglar. Chunki sizlar like bosgandan keyin 100% sizlar Darknet 6-qism chiqsin deysizlar va mana shu 6-qism chiqadi. Ya'ni nima bo'lgan taqdirda ham sizlar bu Darknet serialining davomini ko'rasizlar va shu davomini ko'rish uchun sizlarga ikkitagina shart. Birinchi sharti, hoziroq videoga like bosing. Ya'ni 105 ming like va Darknet 6-qism chiqadi. Va ikkinchi, eng muhim sharti obuna bo'lish. Do'stlar, ayni mana shu Darknet 5-qismdan menga atigi 33 mingtagina sof obunachi kerak. Mana har bitta videodan qancha obunachi kelgani bor va aynan sizlar qaysi payt obuna bo'lganinglarni ham men statistikadan ko'ra olaman. Demak, mana shu payt obuna bo'linglar va men bilay obunachilar meni qo'llab-quvvatlashini. Shuning uchun hoziroq obuna bo'ling. 33 ming obunachi va 105 ming like. Nimaki bo'lgan taqdirda ham Darknet serialining davomini olamiz. O'ylashimcha sizlar shartni bajardinglar va endi bolalar, yopinglar hozir. Saytga kirmaymiz. Chunki hozir saytga kirish bizga kerak emas, chunki chemodan ichidagi o'yinchoq kerak. Xo'p, chemodan ochiq. Maqsad ochgan. 100% maqsad ochgan. Shoshma, chemodan ochiq bittasi. Sen aniq ochmading emas? Yo'q, men umuman teginganim yo'q. Chemodan faqat qani? O'yinchog'i qani? Shu o'yinchoqni o'tgan safar Chikkoni ketqizish uchun ichiga pichoq sanchigandik-ku, shundan keyin qolib ketgandi. Hey! Hamma narsa olish kerak, tupi olish kerak. Men qayerdan bilib o'tiribman, bu o'yinchoqni prosta kerak emas, bo'ldi, foydalanib bo'ldi deb o'ylabman-da. Uyga kecha borib olishga yoki. Aka, ancha kech video qilganimizga qancha bo'lib ketdi? Shoshma. Aniq moshinadami? Yo'q. Qaradingmi o'zi? Meni esimda yo'q, prosta kitobda olgandim, ayiqchani olmagandim. No, okey, Maqsuddan juda ham zo'r bir perfect qaytmas bir comeback bo'libdi. Rahmat senga do'stim. Endi u yog'i chalkashliklarga boy bo'ladi, sanada biz azob chekamiz. Let's go. Yo'q, stop, qaranglar. Biz Goblinning oldiga bordik va Goblin bizga aytdi. O'sha o'yinchoqlik narsani olsanglar, sizlar Gambitni qutqara olasizlar dedi. To'g'rimi? Da. Mana meni tashlab kelgan o'sha narsani. Hammasi men bu klonda aybdor. Bizani qo'rqitdi, shundan keyin men cho'chib tashlab kelganman. Toshot, bu bizdan emas, Toshot. Hozir hop, nima qilsak bo'ladi bo'lmasa? Saytga kirib chaqiringlar qarindoshlar, do'st dushmanlarni. Yana o'tgan safargidek hazil qilib. To'g'risi do'stlar, men qo'rqaman Gambitdagidan. Men buni ichida esa mana o'sha undan oldin safar chiqqan qog'oz va mana bitta ko'plab klonlar. Bular ichida qanaqadir Kelmagani bormi? Yo'q, men kelmadi. Bular hech qaysi kelgani yo'q qancha. Faqat men uchrasi keldi. Hop, shoshmang. Hop, mayli, hop. Notebook olamiz. Saytga kirish bo'lsa, saytga kirish. Lekin bu saytdan biz hozir qanaqa klon chaqiramiz? Biz o'zi qanaqa klonlar qoldi o'zi bu yerda? Hozir. Deylik, balki menyuyimiz o'zgargandir. Ikki safardan beri o'xshamayapti o'zi. Qo'shimcha dabavkalar bordir. Gambitga bunaqa temada hazil qilmang. Boya qarindoshlarimda olsiz, brat. To'g'risi. Ya, endi qarasizlar, qo'rqyapsizlar, ozgina tilki tushyapsizlar, nasrlarni ko'tarish uchun shunaqa gapiraman jigar. Rahmat, qattiq. No, hammanglar do'stlar. Men bilaman bunaqa qilsa nima qilish kerak, lekin biz yig'ildikmi? Mana shu saytga kirib klon chaqirishga majburmiz. Chunki hozir prosta xayrlasha olmaymiz, tushunasizmi? Men video yo'qilgan, hozir men prosta videoni chiqara olmayman, shuncha rasxod qilib. Shuning uchun ham mayli, nima bo'lsa-bo'lsin, yangi klon kelsin-da, qo'ldan kelsa biz ham qo'rqitib qolsin. Qo'rqqanimizda maydonga chiqmasdik. Let's go. Oxirida Sardorni topishimiz kerak biza. Eng asosiy maqsadimiz. Stop, shoshma. Biz hozir Sardor topish esimizdan ham chiqib ketibdi. Nechtalab klon chaqirib tashladi-ya. Birinchidan klonni o'sha o'yinchoq tashlayapmiz. Ikkinchidan Gambit bo'tdi bizani qiynayapti. Va do'stlar, biz hozir yana o'sha qo'rqinchli saytga kirishimizdan oldin sizlar bitta narsani bilishni xohlagan bo'lardim. Bilgan bo'lsanglar, men yaqinda juda ham katta fan reja qildim va 3 million obunachini biz mana 3400 ming obunachilarim bilan birgalikda nishonladik. Va bilasizlarmi nima? Biz bu ketishda 100% 10 million obunachiga erishamiz va mana shunaqa brilliant knopkani qo'lga kiritamiz. Shuning uchun ham hoziroq obuna bo'linglar. Va aytgancha, bilasizlarmi, brilliant knopka Amerikadan keladi. Va bilasizlarmi nima?
brilliant knopka kelmasin-da, men o'zim Amerikaga borib olsam-chi, YouTube studiyasiga. Chunki O'zbekistondan 10 million obunachi olganman, demak, O'zbekistondan bir jiddiy YouTube vakiliman. Va albatta men agarda YouTube knopkani olish uchun Amerikaga borsam, aviabiletlarni aviasales.uz dan xarid qilaman. Chunki aviasales.uz da sayohat uchun biletlar juda ham arzon va kassadan tezroq. Va aytgancha Amerikaga borib ko'chada qolib ketmasligim uchun bemalol aviasales.uz dan hattoki mehmonxonalarni ham bron qilsam bo'ladi. Xullas do'stlar, sizlarga ham aviasales.uz tavsiya qilaman, foydalaninglar. Men esa hozir Darknet saytidan foydalanishga majburman. Va do'stlar, biz yana o'sha Darknet saytiga kirib oldik. Va qarang mana. Qarang. Ko'chada yomg'ir yog'yapti. Men hech qis klon chaqirganman, bunaqa yomg'ir yog'magan. Voy, qarang, jala quyapti-yu. Qani, shoshma. Endi klon keladimi, ana? Ana endi bo'lmasam navbat mana shu Darknet saytiga kirishga va biz o'sha kirib bo'ldik. Va xo'p, qaranglar. Yana o'sha odatiy interfays, mana tralala degan klon, Igor degan klon, bilay, biz bu Gobni chaqirganmiz. Ana endi bo'lmasam yana sizlar pastroq o'tishamiz, balkim yana yangi klon. Nima bu? Shoshma. Yo'q, qarang, hozir men buni ustiga bosganim yo'q-ku. Kattaligini qaragin buni. Hop, shoshmanglar. Hop. Ismi Pumba. Semiz klonga Pumba degan ism yashadi. Hop, yoshi ma'lumot yo'q. Bo'yi 188 cm, natija 35. Ya'ni 35 ta klon qilganmi shunda? Odam o'ldirgandir balkim. Hop. 38 ta. Bu semizligini qarang buni. Menimcha ko'p odam yeganidan semirib ketgan. Bunaqa narsa. Sen ustiga bosmading, Darknet har doimgi o'yinlari bular. Bizga go'ja yod bo'lib ketgan, hayron qolish kerak emas-da. Shuning uchun past ssenariy davom etishi kerak. Nima deysizlar? Agar Darknet o'zi bizga shu klonni chaqirishni yana majburlayotgan bo'lsa, biz qo'rqib taslim bo'lamiz. Yo'q. Chaqiramiz. Yo'q. Shunaqa deyapman-ku, lekin hozir Gambit yana klon qolib bizani qiynasachi? Men qiynadimmi seni? Uka, men ko'nglingga ozor berdimmi seni? Klonga eshikni ochib berdingiz-ku, kim ochib berdi bu? Qiynaldingmi? Ya qo'rqdim. Qiynaldinglarmi? Qiynalmadik va Davaychi ko'rsatmalarni o'qib ko'ring-chi. Просто chaqiring. Turibdi. Mana chaqiradi hozir. No, bo'lmasam do'stlar, Darknet 5 qilsam va yangi klon. Ket. Wow. Ket. Wow. Yana har doimgidek umuman chaqirib bo'lmayapti. Hozir ishlamayapti-yu, nima qilamiz, brat yana? Yo, men hazillashmayman, rostdan ishlayapti. Mana qara, mana. O'shamoch o'zim. Uy bilan, brat. Shoshma. Hamma yoqda o'shdimmi? Da, hamma joyda o'shdi. Shoshma, qara. Qizuv temalar boshlanyapti. Kompyuterga mazza qilishni qaranglar. Gapirishga ham qo'ymaydi. Qanaqa gapirasiz? Siz klon kelyapsiz, zo'r tema bo'lyapti. Qoching, mana. Anti qo'y, mana. Chimadan, Bering menga. Kamerani ushlab oling, Gambitaga. Bizani tungi kameramiz qani? Bor, olib chiq yondan. Hop, tashqarida qanaqa klon keldimi? Ay, bilet, qo'lim. Ham derazani kim ochib qo'yapti? Hop. Stop, menimcha. Ol buni o'zing so'mga qil, bermang chimadanni. Qayerga bekityapmiz chamadonni? Men bilaman, ketchimadan qayerga berishdi. O'zi shoshib kimdir keldimi? O'zi yoki biz prosta qo'rqamizmi? Prosta svet o'chdi, tekshirish kerak kimdir keldimi yo'qmi? Har doim o'zi svet o'chgandan keyin klon keladi-da. Birinchi mana buni gumdon qilish kerak, qayergadir bekitaylik. Chimodannimi? Ha? Hop, chimadanni-ku bekitamiz, lekin hozir nimaga svet o'chganini bilishimiz kerakmi? Albatta. O'zi svet o'chirmaydi-ku. Hop, sababini qildik o'chdi. Aka chaqirilmadi-ku, biroz har safar chaqirilgandan keyin u ekran o'z-o'ziga yo'q qoladi. Ekran oxirida qotdi. Knopka bossangiz ishlamadi, xuddi rasmga o'xshab. Demak, yangi обновление bor. Shoshmang chiqaylik, hop tashqariga chiqaylik prosta. Mana buni qaranglar. Stop, jim tur. Qanaqa qo'shiq ovozimi? Demak, faqat bizda o'chganmi shunda? Atrofda o'chmagan. Kirishib bu yoqqa. Ya o'rtoqlar. Har doimgidek svet o'chib, klonlar kelish boshlandi. Hech kim yo'q, prosta hech kim yo'q. Va nimaga faqat Qotib maqsud. Kir. Qoching. Kir. Yo'q. Qoch, yoping. Yo'q. Qara. Qara. Shoshma. Onasini ertaga svet yonmasa. O'sha chiqishimi, shuni yonish kerak emasmi buni? Nima bu? Gambit aka, brat. Gambit aka. Gambit aka. Voy! Yo'q. Stop. Gambit. Yaqin yuzlarini ko'rmayman. Gambit. Yaqin. Fonar tut. Gambit aka. Brat, Labiga nima qildi? Stop. tishlab oldimi labidan ham bu klon qiz? Nima qilding Gambitni? Qarashni qara. Ko'zini olgani. Gambit aka. Nima qilding Gambitga? Nima qilding? Brat.
boshqa chiroyli bilan. Chiroyliman. Sen chiroyli emassan, o'zi qo'rqinchlisan. Ha, qo'rqinchlisan. Bu joqqa chiqib ketdi. Chiroylisan. Sochlaringni qara chiroyliligini. Kiyimlarini qara yarashganini, omo. Xo'p. Ko'zlarini qaragin chiroyliligini. Rostdan. Shunaqa ham chiroyli qiz bo'ladi. Tirnoqlarini qaragin. Vau! Men bunaqa ledi ko'rmaganman. Shirinligini qara. Chiroyliman. Voy, vobshe chiroylisiz. Qoshlaringizni qarang, terilgan. Menimcha o'xshamaydi. Qarang, Chiroyliman. menga yoqib qoldingiz. Maylimi sizga sevgi izhor qilsam? Qo'llaringizni bundoq qiling. Tirnoqlaringizni qarang, chiroyliligini. Mana bunisini ham ko'rsating. Bu qo'llaringizga bor-ku. Yarash. Chiroyliman. Ha! Chiroyli keling. Ya, Sen beni chiroyimdan foydalanmoqchimiding? Mahkamda qassobdamasman. Gambit aka. Bu kim? Ay! Bunaqa bola baqirmasin. Bular qiz bola baqirsa boshqa qo'rqar ekan odam. o'tirib qo'ydim-a. Qancha o'xshadi-yu detsil, to'g'rimi? Harakat qilib berdim-u. Uncha olamandik-da, lekin Ey, chiroylisiz deydimi? Menga Chiroyliman. menga turmushga chiqing deydi. Gambit qanaqadir klon o'ylamoqchi. O'zi aslida bor-ku. Ha. Holatimiz juda yomon, lekin Gambit qilayotgan ishlar vashcha kulgili. Lekin eshitdingizmi? U men ukamdek sodda emasman dedi. Mahkamda qassobdamasman. Qo'lida chikkoni qo'g'irchog'i bo'lsa, demak ukasi chikko bo'ladi. Shunda ukasi uchun qasos olishga kelgan bizning oldimizga. Shoshma, qara. Hozir shunday kelib chiqyapti. Endi hozir bizning taxminimiz bo'yicha bu Chikkoning opasi va biz ukasini xafa qilib tashlaganimiz uchun opasi qasos olishga kelyapti va chemodanni so'rayapti. Qasos olishga kelgan odam просто kelib turib bizlarni qo'rqitib, biram yo'q qilib ketmaydimi? Boya aytdim-ku, o'yinchoqni olib kelgan bizga. Kakta, anu Chikko eslasang, men sizlarga oxirgi marta yordam beruvdim. Endi sizlarga yordam bermaydi. Chikko emas, uni Kobra aytgan. Voy, ko'pligini esda ham yo'q. Kobra bizga aytgandi. Men sizlarga yordam berishga harakat qildim. Ana endi men sizga yordam bermayman. Как будто bu ham shunaqa yordam berayotgandek, tipa. Ha, ya'ni biz o'sha payt foydalanmadik. Mana ana endi shuncha klonga ko'rimiz qolib ketdi. Hozir foydalansak deb yaxshi bo'ladi. Da, qalbiga yana ham yo'l topishdi. Da. Nima qilasiz endi bu safar? Shuncha qilsa endi bu safar qanaqa yo'l topmoqchisiz? Unga sen yoqsan, omon. Xullas bolalar, qaranglar, menda reja bor va bu ham bo'lsa, bizni tuzoq qo'yishimiz kerak. Ya'ni qaranglar, hozir biz oldiga action olib qo'yolmaymiz. Agarda bizni, men qarang tepani ko'rsam, shu to'rani, mashti bir interi bir to'r bormi bizda yoki pardami to'r bormi maqsud? Ada bo'yaman podolda ko'rgandim. To'r i arqor ham bor edi. Bo'lmasa, podoni olamiz, to'rni qo'yamiz, Mametga mana Mametga chemodanni qo'yamiz va eshik ochamiz, o'zimiz uzoqqa ketamiz. U ko'radi, chemodan deb kelib, qorong'i-ku bu, zimistonni ko'rmaydi. Buni to'r bo'rlashib qolgan payti biza kelib turib, o'sha to'rni tortib, sudrab, o'yinchoq olsak bo'ladi. Genial! Hozir просто qarab turganimizdan ko'ra mana shu versiya yaxshiroq va undan keyin o'yinchoq ichki narsani olib Gambit sotamiz. Vot, mana shu olib qiling, yaxshilab turing. Qanday yopish kerak? Agar biz hozir shuncha tuzoq qo'yib ham Goblin bergan yordamdan keyin foydalanolmasak, biz просто tak yuribmiz, ishonsanmi? Odamlar bizga shuncha aktiv yuryapti. Buni oqlash kerak, ishonsanmi? Bilayapti. Gambit jim bo'lib qoldi. Hozir tuzoqqa qaraylik. Gambit, nimaga bunaqa qiladi? Shuncha ishongan payti. Yana klon. Yana ko'zi oq. Eng qizig'i даже Goblin aytdi. Что, yo'q, Gambit точно klon, u sizlarni yo'q qiladi dedi. Ishonmanglar bunga dedi. Ishonmanglar bunga dedi. Hop, endi nima qilamiz? Yo'q. Shu balon chiqaryapti. Bo'g'oz eshik sindiradi bu. Bu kim bu? Bu yana boshqa klonmi?